Xo'sh, bugungi mavzu ijtimoiy injeneriya usullariga qarshi turish sohasida xavfsizlikni taqiqlashni dasturiy apparat vositalari degan mavzu. Bu bo'yicha o'tgan videolarda ko'rib o'tganmiz, o'tgan darslarda nazariyasini aytib berishim shart emas. Ijtimoiy injeneriya nomi, ulardan nechun himoyalanish kerak, qaysi dasturiy vositalarni qo'llasak bo'ladi, ularni bajarish uchun va ulardan himoyalanish uchun bu narsalarni hammasini ko'rib o'tganmiz, sizlar bilan takrorlab qo'ysanizlar bo'ladi. Xo'sh, endi amaliy qismini o'taveramiz, to'g'ri? Amaliy qismini o'tamiz. Amaliy qismda ijtimoiy injeneriya hujumlarining eng keng tarqalgan turi bo'lgan phishing usuli o'rganiladi. Tajriba davomida Zephyr vositasi yordamida soxta havola qanday yaratilishi tushuniladi. Bu yerda ijtimoiy injeneriya hujumini o'zini ko'rib chiqamiz, nechta ko'rinishda bajariladi va aynan u hujumni amalga oshirish uchun Zephyr degan vositadan foydalanamiz. Bu Kali Linuxning ichida tayyor o'rnatilgan dastur Zephyr. VirtualBox o'rnatsangizlar bo'ladi, Windows operatsion tizimi bo'lsa yoki MacOS farqi yo'q. VirtualBox o'rnatasizlar, keyin Kali Linuxning ichida kali.org saytidan o'tadigan bo'lsangiz, shunda VirtualBox versiyasi bor, Kali Linuxni. Shuni yuklab olasizlar, 3,5 gigabayt, keyin uni zipdan chiqarasizlar va zipdan chiqarsangizda 2 dona fayl bo'ladi, ko'k va qizil. Ko'kini kirasizlar, shu orqali Kali Linux ochiladi VirtualBox dasturining ichida. Keyin uning ichida terminalga Zephyr yozsangizlar bo'ladi. Ya'ni terminalga pastdagi bo'liqlarni bajarasizlar. Bu yerda shuning narsaki, Zephyrdan foydalanib zararli havola yasaymiz. Endi u zararli havola bizga nima uchun kerak? Biz himoyasini ko'rib chiqishimiz kerak-ku desangizlar. Bu jarayon maqsadi hujumdan iborat emas. Bu tahdidlardan qanday himoya qilishni o'rganishdan iborat. Bu degani havola zararli havolaning ichkiligini bilsangizlar, shunda himoyalanib bilasizlar. Bu degani, misol uchun, tizimni oldin buzib ko'rish kerak, uni himoyalash uchun. Mana shuning narsa ko'proq ahamiyat berish kerak. Bu phishing insonni psixologiyasini ta'sir etib, psixologiyasi orqali amalga oshirilgani uchun uni ko'p texnik vositalar yordamida почти ushlab bo'lmaydi. Ba'zi birlarini topishim mumkin. Zararli havola deb, misol uchun Microsoft Defender dasturlari, antivirus dasturlari yoki bo'lmasa boshqa dasturlar aniqlashim mumkin. Zararli havola bu deb yoki Chrome'ning o'zi xavfsizlik tizimi bor, to'g'rimi? Chrome'da brauzerda Microsoft Edge'dan bor xavfsizlik tizimlari. Shular ham aniqlash mumkin, lekin ba'zi bir hollarda aniqlaydi. Ular hamisha aniqlab bermaydi. Baribir shu himoyalanish, phishingdan himoyalanish odamni o'zini bog'liq bo'lib qoladi. Ya'ni silkani tekshirishi kerak, ofitsialniy silka yoki ofitsialniy emas. Shu orqali ko'rishi kerak. Hatto bu men shu narsani o'zim ishlatib, shu hozir o'zimni olgan skrinshotlarim hammasi o'zim ishlatib yasab antiviruslarni tekshirib ko'rdim. Hech qaysi topmadim. Misol uchun VirusTotal bor, VirusTotal web platforma, Microsoft Defender'ning o'zi, Chrome, Edge'ni brauzerlarni xavfsizlik taraflari, ular hech qaysi topgani yo'q. Shunda hammasi uni xavfsiz havola deb chiqarib berdi. Xo'sh, endi yaxshi bir umumiy gaplarni endi ko'rib chiqamiz. Sizlar bilan nechta ko'rinishda zararli havola yasaymiz. Bizlar Zephyr degan dastur kerak bo'ladi. Zephyr Kali Linuxning ichida bor dedik. Terminalga kiramiz va shu narsani yozamiz. Ya'ni git orqali klon qilinadi. https github.com ishini shab yozilgan bo'lsa, shunda zephyr.git shu ko'rinishda yuklab olinadi. Va Zephyr papka paydo bo'ladi. Uning ichida cd Zephyr deb papkaning ichiga kiramiz. Keyin uni ishga tushiramiz. Ishga tushirish 5 zephyr.sh
deb amalga oshiriladi. Bu ishlab tushirish jarayoni. Ishlab tushirilgandan keyin terminalda ishining ko'rinishdan oyna ochiladi. Qaranglar. The Fisher version 2.5. Endi bu yerdan zararli havola aynan nima uchun yasash kerak? Shu narsani tanlashimiz kerak. Masalan, Facebookni soxta sahifasi, Instagramni soxta sahifasi, Google, Microsoft, Netflix va shuning boshqa narsalar ham bor. GitHub, misol uchun, Xbox, VK bor, Yahoo, Adobe, GitLab, LinkedIn, Snapchat, Pinterest, TikTok. Shular hammasini 33 ta platformani soxta havolasini yasasak bo'ladi. Xo'sh, bu yerda select an option tanlashimiz kerak. Aynan qaysisi bo'yicha qilacakmiz. Men bu yerda Instagramni tanladim. Select an option 02 yozdim. 02 deb yozaman ishora. 02 deb yozsam, ishining 4 ta xizmat ko'rsatadi. Ya'ni traditional login page, bu oddiy ko'rinishdagi Instagram sahifasi login qismi. Login parol so'raydigan qismi. Auto followers login page va hokazo narsalari. Men bu yerda 01 ni oldim. Ya'ni traditional login page, oddiy Instagramga girjakda chiqadigan login sahifasi. 01 yozaman. 01 yozganimdan keyin menyu oyna chiqadi. 010203 localhost, Cloudflare, local expose. Ya'ni bular serverlar. Qaysi serverga o'rnatacaksan? Localhost, lokal kompyuterda ishlaydi. Yana bu ikkisi umumiy server, internet orqali havola ko'tarib beradi. Keyin 02 ni tanladim, Cloudflare, Autodetect shu ko'pincha yaxshi ko'rinishda ishlaydi. Port sotib olasan dedi, yes bosdim. Xo'sh, endi qaysi portni olasan deb so'rab turibdi. 1024 dan 9999 gacha bor. Ya'ni 1024 9999 shu orasida tanlashimiz kerak. Masalan, men 4446 ni tanladim. Sizlar xohlagan birini tanlasangizlar bo'ladi. 4444, 4445 va hokazo. Xo'sh, keyin installyatsiya boshlandi va 127.0.0.1.44.46 degan IP adres bo'yicha ishlaydi va shuni URL ga qo'yib beradi. DNS ga birlashtirib beradi mana. Va DNS ga birlashtirish jarayonining bir joyda ketadigan. Keyin 3 tane URL qaytarib beradi. Ikkinchisida bo'sh, uchinchisi bo'sh. Uchinchi joyda o'zlarimiz yozadigan joyimiz bor edi. Uni olmay ketgan o'xshaydi. Yo'q, buni olmay ketibman. Screenshot'a. Tak, shu bo'lgandan keyin ishada chiqaradi. Qaysi nima deb yozasan? Taklif bersa, o'zi taklif beradi. HTTPS nima deb yozsang bo'ladi. Misol uchun men deb yozmadim. HTTPS instalogin.com. Instagramga o'xshaydigan sahifa. Bir ko'rinishda Instagramni yoki soxta sahifa ekanligini farqlab bo'lmaydi. Lekin Instagramda instagram.com bo'lishi kerak ofisial sayti bo'yicha. Va men deb yozmadim. Lekin buni olmadi. Endi bu narsani qaytarib berdim. Ishi ishlaydi birinchisi. Ya'ni HTTPS for future solution saving.trycloudflare.com degan sayt. Ish sayt ish havolani ish havolani olsak va shunga giradigan bo'lsak, bizlar yana ishining ko'rinishida sahifa ochiladi. Yana qaranglar, qamat beringlar. Kattalashtiraman. Instagram ikonkasi, Instagram bu brauzer Mozilla brauzer orqali o'tilgan va havolasini ahamiyat beringlar. Mana shu havola login html trycloudflare.com mana shu havola shu birinchi. Interfaysini ahamiyat bersangiz, Instagram interfays hech nima o'zgarmaydi. Instagram.com login qismini o'tsangizlar ham shu interfays, bu havola orqali ham shu interfays. Lekin bu yerda trycloudflare.com mana Instagram login parol va endi qiziqli joyi, ishora login parol yozadigan bo'lsak, shu login parol menga terminalga keladi. Agar men shuni birava jo'natsam, shu havolani kimgadir jo'natsam, menga ishorayna ma'lumotlari keladi. Birinchi birava jo'natganman, ya'ni o'zim aytganman, o'zim shu brauzer orqali o'tganman va bu yerda IP'm yozib qo'ydim.
girgandik. Visiting is IP dedi. Yani təşrif buyuruldu. İşi IP təşrif buyurdu və bu IP ilə auth.ip.txt deyən bloknot faylının içine yazıladı. Bəlkə IP ilə kim işi ссылка arqalı ötsə və login səhifəsi açılsa Instagram şöyle IP'si yazıladı. Və ondan keyin bacaramiz bizə logindir, doğru? Bir yazışımız gerek, login açışımız gerekten. Yani email ve password yazışımız gerek ve loginini basışımız gerek. Ben misal için şunu yazdım ya. Username ve password yazdım ve login etadan basam bana terminalıma yine şunu geldi. Account password. Yine şu account tallal diyeyim ve password şunun görüşte ve o accountla login passwordla bana our usernames.date fayl açacaq. Şu içinde saklanadı əmməz. Və şundan keyin login etgandan keyin yine Instagram'ın əsas səhifəsi açıladı. https www.instagram.com bu Instagram'ın əsasi səhifəsi. Şeyin görüşdə. Nasıl bilən phishing hücumu tamam. Mana iş yerdə indi phishing sən bölmələr açıramız. İşi bizə də təyər ссылка var. Onda bunda təyər ссылка var. Ссылка arqalı birar nə yazışımız gerek. Psixologik dərsdə yazışımız gerek. Misal üçün sizin Instagram'ınız bloklandı. Yoki bo'lmasa 10 minut içinde bloklanishi mümkün. Instagram'dan qayta ro'yxatdan o'tmasangiz deb beradigan bo'lsangiz va chiroylatib ikonkalar bilan qo'yib kimgadir tashlaysiz biror na orqali ana keyin bu yerda kimgadir tashlaysiz yoki sizga keladi. Sizga keladi shu narsa va siz havola orqali tekshirmang. Havola orqali o'tadigan bo'lsangiz va minim bo'ladigan bo'lsa keyin basıp koysa sizin login parolanız o'g'irlanadi. Ve eminim görünüşte onun terminalına boradi. Loginimiz, parolanız. Şu orqali Instagram'a girip ketishi mumkin. Ana shuning joyida navga ahamiyat berish kerak. Birinchi ahamiyat berish kerak ссылкаga. To'g'ri? instagram.com emasmi? Demak, u boshqa ссылка yoki instagram bir narsa.com yana o'xshab. Instagram instalogin.com. Men bo'lmaydi Instagramda. Xo'sh. Va ikkinchisi ikki faktorli autentifikatsiyani yoqish kerak. Agar shundan keyin ham login etsangiz, misol uchun agar siz login parolni olgan taqdiringizda ham ikkinchi autentifikatsiya bo'yicha uni ma'lumotini bilmasangiz, parolni, demak, girib bilmaysiz Instagramga. Shu orqali mana oshirlar ekan. Ayni topshiriqlarni ko'rasizlar, shu yuqorida berilgan amallarni o'zingiz bajarasizlar. Kali Linux o'rnatasizlar. Kimda muammo bo'lsa yozinglar. Kali Linux o'rnatish bo'yicha hozir menda ishlamaydi. Kali.org bugun sayt yozadigan bo'lsangizlar yoki videolarni tena kommentariy yozadigan bo'lsangizlar, shu video chiqarib beraman. Kali Linux nishab o'rnatish kerakligi bo'yicha. Keyin shu topshiriqlarni bajarsangizlar bo'ladi. Xo'sh, shamanlar bajarasizlar, phishing jarayon bosqichlarini o'rganib chiqasizlar, har bir bosqichda nima sodir bo'ldi, shularni tushuntirib yozasizlar. Yuqorida ko'rsatilgan amallarni bajaring. Bajarish jarayonida havola yaratganda o'zingiz ism familiyangizdan foydalaning. Instagram misol uchun Nog'abek paskichilik security.com shuning ko'rishda yozsangiz bo'ladi. Har kim o'zini masalan ismini yoki ismini katta harf bilan yozsangiz ham bo'ladi. Kaos içinde yazıp ketasizlarmi va hokazo amalga oshirsangiz bo'ladi. Ссылка yaratganda soxta ссылка, soxta havola. Keyingi soxta sahifa va haqiqiy sahifa farqini yozing. Ikkisini ham qo'yinglar. Soxta sahifangizdan haqiqiy sahifani ham qo'yinglar va ikkisini farqini tushuntiringlar. Keyin phishingdan himoyalanish uchun kamida 5 ta usul yozing. Ko'rishda himoyalanish kerak. Bu bo'yicha ma'ruza bor. Shu ma'ruzani bir qator ko'rib chiqasizlar. Ko'rishda himoya usullari bor. Men sizlarga hozir kamida 2-3 ni aytib berdim. Ko'rishda himoyalanish kerakligini. Xo'sh, shu bilan amaliyot tamom. Menimcha hamma narsa tushunarli bo'ldi, umiddaman.